Montajyorlar va ofis ishlari uchun haqiqatdan dahshatli kombosi bo'ladi. Rapodan yana bir ajoyib mahsulot. Klaviaturani ingichkaligini qaranglar, 4 mm degan ekan. Haqiqatdan klaviatura juda ham chiroyli va orqa qismi unaqa nikel qilingan. Kelinglar, bugun mana shu klaviatura mishka kombosi haqida yaqindan tanishamiz. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, kombodan nima chiqadi? Uni ishlatish qanaqa yo'riqnomasi, bizda batareyka va sim. Sim nima uchun kerak? Bizdagi mishka kombosi bu Rapo MT750 Plus deb nomlangan $35 turadigan mishkani siz $47lik komboni ichida xuddi bir $5-10 bonus bilan chiqayotganga o'xshaydi, ya'ni kamida $10. Sababi oradagi $12 hech qatdan bunaqangi juda ham sifatli bo'lgan klaviaturani topa olmaysizlar. To'laqonli orqa qismi ham, mabdagi pastki qismlari ham bizda metaldan ishlangan va juda ham chiroyli ingichka dizaynda qilingan. O'zidan chiqadigan kichkina 1 metr atrofidagi kabel orqali mishkani zaryadga qilishingiz mumkin va 30 kungacha ishlashi mumkin ekan. Mana bu hamdagi ikkita batareyka esa komplektdagi bu klaviaturaning orqa qismiga qo'yilar ekan va yaxshi batareyka qo'ysanglar, to'g'ri aytganda mana shu batareykani o'zi bilan ham 1 yilgacha, ya'ni 12 oygacha ishlatishingiz mumkin ekan. MT750 Plus mishkaga qaraganda buni farqi hamma narsasi bir xil, faqat bundan boshqaruv qutisini olib tashlashgan desak bo'ladi. Faqat bunda o'chirib yoqish knopkasi bor. Ya'ni 2.4 GHz yoki Bluetoothlarni o'tkazishlarni hammasini yagona qilib mana shu klaviaturaga o'tkazishgan va mana shu bitta donagina 102.4 GHz dangal orqali sizlar maza qilib ham klaviaturani ham mishkani ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari Bluetoothni qo'llab-quvvatlagani uchun bitta vaqtda 3 ta Bluetooth, ya'ni xoh 3.0 bo'lsin, 4.0, 5.0 Bluetooth bo'lsa ham 3 xil qurilmaga bir vaqtda ulashishingiz mumkin va orqa qismida joylashgan mana bu yerda 1, 2, 3 deb qo'yibdi. O'sha 3 ta Bluetooth qurilmasi va yonida 2.4 GHz. Shunga tanlab, qaysi birini ishlatmoqchi bo'lsangiz, ishlatib ketaversangiz bo'ladi. Ya'ni Bluetoothni boshqarish ham 2.4 GHz boshqarish qurilmasini ham barchasini mana shu klaviaturaga joylashtirishgan. Mishkada esa shunchaki o'chirib yoqish knopkasi. Eng muhimi esa mishka juda ham sifatli, matviy plastikdan ishlangan, ergonomik bo'lgani uchun qo'lga juda ham zo'r o'rnashadi. O'zi montajyorlarni, 3D grafik ofislarni ishlaydiganlar dardi, yaxshi mishka ishlatsa qarasanglar klaviaturasi xafa bo'ladi yoki zo'r mexanik klaviatura qo'yib olgan bo'lsa, igrovoy qanaqadir mishka ishlatib o'tirishgan bo'ladi. Ya'ni ikkalasi birdaniga yaxshi sifatli mahsulot ishlatadiganlar nisbatan ancha kamroq. Menga mishkadan ham ko'ra klaviatura juda ham yoqdi. Metal, ancha baquvvat, egiluvchan. Mabodo jahl bilan kimdir urib qolsa ham, undan tashqari rus tili harflari mana ko'rishimiz mumkin o'rin olgan. Yon tarafdan qaraganingizda ham juda ham bir ingichka, xuddi bir iPhone Air o'xshatib yuboradi. Ana asosiy bo'lgan platalarni yuqorisiga joylashtirishganda bu yoqda faqat klaviaturani o'zi qolgan mana. Mishkamizda turli knopkalardan iborat desak bo'ladi. Bosilishlari juda ham zo'r. Scrolloklarning aylanishi mayin. Orqaga oldinga harakatlanuvchi knopkalarni yon tarafdan aynan chap knopkani yoniga olishgan. Mana biz aytgancha MT750 Plus degan mishka haqida o'zini alohida obzor qilganmiz. Alohida xarid qilmoqchi bo'lsanglar ham sotuvda mavjud. Aynan GS Store do'koni orqali xarid qilsanglar bo'ladi. Buni eng asosiy afzalligi yon tarafda ham scroll logo mavjud. Misol uchun ofis ishlarida ishlatgan paytingizda chapdan o'ngga, o'ngdan chapga harakatlanish uchun mana shu scroll logo juda ham asqotsa, DPI knopkasini bosish orqali DPI ni nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi. 4000 DPI gacha o'zi mana shu mishkani mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Endi bu mishka o'zi ofis ishlariga 1600 DPI yetib ortadi. Mabodo 3200 o'zi 3 ta 4 ta monitor ishlatsangiz ham dahshat. 4000 ham o'zi shart emas. Eng qulay jihati 8-10 soatlab montajda ishlasangiz yoki ofislarda ishlaydigan bo'lsangiz, shunchaki qo'lingizga juda ham qulay va ixcham o'rnashadi. Ana o'yin mishkalaridagi bo'ladigan mana ikkita barmoq charchab qolish holatlari bunaqangi ergonomik mishkalarda kuzatilmaydi. Sabab mana shunga o'xshash o'zi mishka ishlataman ko'proq ofis yoki montaj ishlarida.
Endi mana bu klaviatura alohida tema deyishimiz mumkin. Qolaversa nampadlarini ham qo'shgani uchun juda ham chiroyli va ingichka qilib ishlashgan. Xullas premium klassdagi bizdagi ajoyib klaviatura va mishka kombosi desa bo'ladi. Albatta ushbu klaviatura mishkani yuqorida ta'kidlaganim singari GS Store do'koni orqali juda ham qulay narxda xarid qilsangiz bo'ladi. $35 yoki bitta bunaqa mishkani o'zi yoki $47 mana shu to'plamni xarid qilib, maza qilib ishlatsanglar bo'lardi. Ancha oldin ko'rganimda balki yana o'zimga xarid qilgan bo'lardim, lekin shunga o'xshash menda boshqa mishka bor. O'zimda esa shunga o'xshash mishka bo'lgani uchun endi bu to'plamni yaqin do'stlarim yoki tanishlarim, 3D grafistlar, media soha vakillari so'rab qolsa, albatta men o'zim istalgan odamga tavsiya qilgan bo'lardim. O'rtacha $50 o'yin mishkasini olgandan ko'ra, hamda to'plamni olib qo'ysanglar $47 ga anchagacha xizmat qiladi. Yetgancha bunga o'xshash mishkani men 2 yildan beri ishlatib kelmoqdaman. Juda ham yaxshi holatda ishlamoqda. Bu 750 model bo'lsa, menda 760 MT760 modeli. Lekin klaviaturaga alohida respekt. Haqiqatdan ultra slim va 4 mm ga orqa ko'rinishlarigacha gap yo'q. Ichkaligi juda ham zo'r. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.